بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن ماجه رحمه الله شندق تيدو 7 حديث. حدثنا هشام ابن عمار bizga هشام ابن عمار hadis so'zlab berdi. Bu kishi deydi bizga Yahya ibn Hamza hadis so'zlab berdi. Bu kishi deydi حدثنا Abu Alqamata Nasr ibn Alqama bizga Abu Alqama Nasr ibn Alqama hadis so'zlab berdi. Bu kishi Umayr ibn al-Aswaddan anglagan va Kasir ibn Murra al-Hadramadin anglagan. Ya'ni bu hadisni ikki odamdan anglagan. Bu kishi bo'lsa Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shundoq degan: La tazalu ta'ifatun min ummati qawwamatan ala amrillahi la yadurruha man khalafaha. Mening ummatimdan bir toifa davomli Allohning amri ustida qoim bo'lib turdi. Allohning amri ustida turdi va bu toifaga qarshi chiqqan kishilar bu toifaga ziyon yetkazolmaydi. Bunun o'xshagan hadislar boshqa lafzlar bilan kelgan. Masalan, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan ala amrillah yoki la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala al-haq yoki la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina ala al-haq. Mushundaq lafzlar bilan kelgan. Toifa deganimiz birdan ko'p odamlar ishlatildi. Asli toifa degan jamoat, bir to'p kishilar deganlik bo'ladi. Ba'zida bir odamni bir toifa deb ataydigan ish bor. Allohning amri ustida qoim bo'lib turdi yoki boshqa lafzlarda davomli yordamga erishidi yoki davomli Alloh yo'lida jihad qiladi degandek mushundaq lafzlar bilan kelgan. Ya'ni bu bir to'p jamoat Allohning shariati bo'yicha yashaydi, ya'ni shariat bo'yicha yashaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini ijro qiladi, sunnatlarga amal qiladi, sunnatlarni o'lgan bo'lsa tirildirdi. Allah Taalaning dinida mustahkam turdi, bu dinga ching esiladi. Bularga qarshi chiqqan kishilar bularga ziyon salolmaydi. Allohning amrida qoim bo'lib turdi deganni yana ba'zi hadisshunos olimlar ular davomli jihadni lozim tutish orqali Allohning dinini mustahkam turdi, Allohning kalimasini ustun qilish uchun, Allohning dinini ustun qilish uchun ular jihad qilib o'zining diniga ching esildi deb sharhilagan. Mushunga o'xshagan hadislarda, boshqa hadislarda qiyomat qoyim bo'lguncha yoki Allohning amri kelguncha ularga qarshi chiqqanlar, yordamsiz tashlab qo'yganlar ularga ziyon yetkazolmaydi deb kelgan. Qiyomat qoyim bo'lguncha Allohning amri kelguncha degan nima deganda, qiyomat qoyim bo'lishining oldida Alloh taolo bir mayin shamolni avatadi va butun mu'minlarning jinini oladi. Undan keyin taki qiyomat qoyim bo'lguncha bo'lgan azroq orliqda yer sharida noiti eski imonsiz odamlar qoladi va qiyomat mushu kishilarning ustiga bo'ladi. Ya'ni shu mayin shamol kelib butun mu'minlarning jinini olib ketkichi bo'lgan orliqchilik davomli Alloh taolaning diniga yordam beradigan, diniga ching esiladigan, dinni ustun qilish uchun davomli tirishadigan, shariat bo'yicha yashaydigan, sunnatlarni tirildirib, sunnatlarni rivojlantirib yashaydigan bir to'p kishilar bo'ladi, davomli bo'ladi. Bu kishilarni yer shardan butunlay yo'qotib etish mumkin emas. Bular davomli Alloh taolaning yordamiga erishadi. Bu kishilar mujohidlar bo'ladi va olim o'limalar bo'ladi. Bular davomli Alloh taolaning dinini oliy qilish uchun, shariat bo'yicha yashash uchun o'zining diniga ching esilib, Allohning diniga ching esilib va sunnatga ching esilib yashaydi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.